Islomni birinchi bo'lib qabul qilgan inson ayol edi. Islom yo'lida jonini fido qilgan ilk shahid ayol edi. Minglab hadislarni bizgacha yetkazgan buyuk olimalardan biri ayol edi. Dunyodagi ilk universitetga asos solgan ham ayol edi. Fir'avnning xotini sobit iymon va matonat timsoli bo'lib qoldi. Payg'ambarimizning suyukli qizlari esa hayo, poklik va go'zal axloqda butun ummatga o'rnak bo'ldi. Maryam onamiz esa Qur'onda nomi alohida zikr qilingan yagona ayoldir. Qur'onda Niso, ya'ni ayollar surasi bor, ammo erkaklar deb nomlangan alohida sura yo'q. Bu ham ayolning islomdagi o'rni naqadar ulug' ekanini ko'rsatadi. Alloh ayolni va uning haq-huquqlarini insonlar o'ylab topgan har qanday bayram va sanalardan ancha oldin ulug'lab qo'ygan. Demak, ayolning haqiqiy qadri bir kunlik e'tiborda emas, balki uning iymoni, hayosi, sabri va amallaridadir. Kommentariyada siz uchun eng qadrli bo'lgan ayolni yozing va videoni saqlab qo'ying. Islomni birinchi bo'lib qabul qilgan inson